1912-yil ulkan Titanik kemasi cho'kayotganida 1,5 ming odam nima qilganini bilasizmi? Titanik kemasi Angliyaning Southampton shahridan yo'lga chiqib, Amerikaning Nyu-York shahri tomon yo'l olgan edi. Kemaning old qismi aysbergga yaqinlashmoqda. Ekipaj a'zolari xavotirda. Kema nimagadir urilgan. Odamlar nima bo'lganini tushunishga harakat qilishyapti. Qutqaruv jiletlarini kiyinglar. Tezroq bo'linglar. Voy xudo, nima bo'ladi endi? Ayollar va bolalar birinchi. Tez bo'ling. Yordam bering. Kema cho'kmoqda. Qutqaruv qayiqlariga boring. Qutqaruv qayiqlari tushirilmoqda. Do'stlar, vaziyat nihoyatda jiddiy. Do'stlar, kemada 2200 ga yaqin odam bor edi, lekin afsus, qutqaruv qayiqlari hamma uchun yetarli emas edi. Ming afsus, ushbu fojia oqibatida 1,5 mingdan ortiq kishi halok bo'ldi. Titanik tarixdagi eng mashhur dengiz halokatiga aylandi.